Bugun sizlar bilan mana shunaqangi professional akvarium yasashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib akvariumni to'rtta tomoni mana shunaqangi malarniy skotch bilan yopishtirib yuboriladi. Sababi germetik kliklari mana shu chetlariga chaplanib ketmasligi uchun. Akvarium yasashligi fishkasidan bittasi mana shunaqa atiston hisoblanadi. Atistonda akvariumni chetlari polni abijirniy qilib chiqariladi. Sababi kley germetikga yaxshi yopishadi, orasida chang bo'lmaydi. Shu joyga kelganlikda ahamiyat qilasizlar. Akvarium uzunasi 1 metr bo'lsa, pastki oyna kaltaroq bo'ladi. Sababi yon oyna mashina ichiga kirish kerak va bu yerda taxminan 2-3 mm joy qolish kerak. Mana krest qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda germetika o'rni bo'ladi. Germetikani tanlaganingizda aynan akvarium uchun germetika olasizlar va to'rtta tomonni bir xil qotirib olasizlar. Germetik qotganingizda mana shu joyda ahamiyat qilishingiz kerak. Havo umuman kirib qolish kerak emas. Havo kirib qolsa, akvariumingiz slabiy bo'lib qoladi. Akvarium burchaklari mana shunaqa plastik yoki shpatel yordamida tozalanib chiqiladi. Akvarium chetidagi mana shunaqa skotchlar ishlanib chiqariladi. Chaplanib ketgan germetikni tozalanadi. Akvariumimiz deyarli tayyor. Bu xona haroratida buni germetiklari 4-5 kunda quriydi. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda akvarium rebrolarini va ularning krishkasini qilishni qo'yib boramiz.